Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarimiz, charchamayapsizlarmi, yaxshimisizlar? Ishlar bo'lyaptimi? Bizda hozirgi sezonga yangilik paplinni shtampil materialdan juda ham chiroyli yangilik dvoyka chiqardik. Chiqarganda ham narxini juda ham shunaqa arzon qilib chiqardikki, odam ko'rib ko'zi quvonadigan va mahsulotning sifati va choklari ham juda ham chiroyli bo'ldi. Hop, demak narxi 19 ming so'mdan azizlar, lekin men hozir kamerani bu yoqqa qo'yib qo'ydimda, lekin men hozir oldiga borib, bemalol bitta qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Sizlar yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi videomiz. Hop, mana buni ko'ynekchamizni sifati orqasiga zazoz berilgan va bu yerda ham ulangan. Bu yerda ham mana bunday koketkali bo'lib zazoz bo'lganda, bu yerda ham urat tikilgan, mana bunaqa fasonlar bitta berilgan, chiqarilgan. Keyin shortchasiga keladigan bo'lsa, ishtonchasi ham hali kalta bo'lib, chizzadan yoki chizzadan chicha past turmaydi-da, bemalol. Qizchalarimizga yaxshi turadigan do'yga hamma bunaqa yangiliklar qilganmiz. Keyin buni yengchalariga oddiy qilib qo'yilmadi. Juda mehnat qilindi bunga ham. O'sha hisobiga mana juda ham chiroyli chiqdi. Yangilik rasvetka sifetlari. Keyin mana bunisi o'zi hop, model umuman boshqa model. Bu unga nisbatan yengchasiga mana bunaqa rezinka qo'yildi va koketkani mana bunaqasiga ishlatildi-da. Mana kameraga yaqin olib kelaman. Juda ham koketkasi qo'yildi. Keyin ham buni pastrog'iga undan ham kengroq qilib ishlatildi. İşte bu endi kiyganda tor bo'lmasin, yozdi narsasi mana bunaqa keng bo'lsin-da, material ayalmadi. Lekin narxi arzon bo'lgani bilan materialni qisib qolib, unaqa narsa bo'lmadi. Qaranglar, orqalarida ham ikkitadan koketkasi bor. Hop, tikilishda eng pastiga mana koketkasi mana bunaqa qo'yildi. Hop, bo'ynalari bo'lsa baykada ishlatildi, ki orqa tarafi mana bunaqa yechib turib, mana bunaqa qilib o'zini holatiga qo'yib oladigan bo'lib chiqdi. Hali kallasi tor bo'lib, keng bo'lib bo'lmaydi, chunki bu shtampil material cho'zilmaydi, kengaymaydi o'sha hisobiga. Buni ham ishtonchasiga mana bunaqa rezinka qo'yildi. Anaqasi ishtoni ham bo'lsa mana o'zini holatiga bamani chiqdi. Lekin bu modelimizni anaqasi lozimchasi kichikroq mana. Pashti shortik hisobida. Lekin buniki mana shortik emas, umumiy lozim hisobida. Hop, narxi 19 ming so'mdan juda ham chiroyli vibr, chiroyli assortiment. Bemalol xarid qilasizlar. Hammasi bular mana bunaqa qilib pochkalangan, 10ta bo'lgan pochkasida, azizlar. Hop, endi hozir bularni ko'rsatdik. Xo'sh, endi hozir kamerani tepaga buramiz-da mana. Sifat tekstil filialidamiz hozir, Qo'qon filialidamiz. Endi mana buni dvoykalarni bitta ko'rsataman sizlarga, qo'ldan kelgancha bularni. Bularda ham narxlari bo'lsa 13 ming so'mdan hozir birma-bir yaqin qilib nimasini ko'rsataman, svetlarini. Mana misol o'rtadagi svet, bunaqa modelini ko'rishimiz mumkin. Oddiy futbolka, shortik. Hech qatiga bunaqa ortiqcha vitrina boshqa qilinmagan, yengil, uy ichiga kiygan, mazza muzdek. Mana choki bo'lsa bemalol bo'ldi. Tor bo'lib qolmagan, qisqa bo'lib yoki uzun bo'lib, hali xunuk bo'lib turmagan, o'zini razmeridagi bala kiysa juda chiroyli turadi. Keyin ham mana bunaqa qilib kichkina, hali oddiy bo'lib qolmaslikka dazmolda mana bunaqa Lacoste yopishtirildi. Mana Nike dan yopishtirildi. Mana Nike modelimizdan keyin mana buni Adidas dan yopishtirildi. Mana shu 3 xil model bo'ldi. Lekin svetini ko'ringlar mana. Bundan uncha ko'rinmadi. Mana hozir oqini yoki sarig'ini ko'rsataman. Mana. Juda chiroyli setka material mana. Daji mana qo'l ko'rinib turadigan darajada juda chiroyli. Endi oqini ham ko'rsataman. Xudo xolasa bular ham juda ham chiroyli. Mana qo'lim uje, mana qo'lim, sohatim uje bilinib ko'rinib turibdi. Lekin material yaxshi, yumshoqqina mana. Yumshoq setka materialdan juda chiroyli ishlandi. Hop, narxi bo'lsa 13 ming so'mdan. Bemalol hozir bular Qo'qon filialimizda va undan tashqari
Andijondagi filialimizda ham, Jizzax filialimizda ham, hop, Surxondaryo filialimizda ham, hamma filiallarimizda bor xudo xolasa. Bular juda ham ko'p Weaver, juda ham ko'p assortiment. Hop. Har bittasi mana bunaqa bo'lib upakovka bo'ladi. Upakovkasi ham yaxshi, juda chiroyli upakovka bo'lgan. Hop, hozir endi uni hibilarini ham bir ko'rsatamiz. Hop, hibilarini ko'rsatadigan bo'lsak. Mana hibilari ham juda chiroyli ishlangan bular. Bularning kraskasi o'chib ketmaydi. Mana bunaqa Xitoy kraska, oddiy kraska emas, bular turetskiy kraska urilgan. Holati ham yaxshi, o'zi ham sifati yaxshi. Keyin mana bundan ko'ra mana bu sal skromliroq. Lekin qaranglar, 13 mingga вообще arzon u. Qaranglar, juda ham chiroyli, anaqa hop, yozgi kunida qonniga anaqa mana kraskasini gulini o'tmasdan isitib, terlatib tashlamaydi. Shuning uchun kichkina serdechkaga sifat qilib gul urilgan, Ferrari har xil anaqa qilib, rasvetka qilib. Narxi 13 mingdan, bular ham juda ham ko'p, bir ko'p assortiment. Bu ham hozir hamma filiallarimizda bor, lekin narxlari arzon, ko'rib turibsizlar. Hop, endi arzon trikolarimiz bor, shortichalarimiz, ularni ham bir qator ko'rsatib chiqamiz. Hop, demak, bo'lmasam o'sha trikolarimizni, shortichalarimizni bir qator ko'rsatamiz. Mana endi shortichalarimizni ko'rsatamiz. Narxlari juda ham arzon. Mana shular misol 5000 so'mdan hamma filiallarimizda bor xudo xolasa. Hop, bunisi bo'lsa, hop, mana bunaqa. Hammasi mana bunaqa ko'kligi bor, sariqligi bor. Yana bir boshqacha svitlari bor. Lekin sifati yaxshi mana. Ko'ringlar sifatini. Bunaqa rezinkalar qo'yilgan. Toza rezinka qo'yilgan, pul rezinkasi ishlatilmagan. Keyin buni guli ham chiroyli. Bunaqa hop, turetskiy kraska ishlatilgan bunga ham. Razmeri bo'lsa 3-4 yoshlarga bemalol tushadigan narsa, lekin narxi bo'lsa 5000 so'mdan. Demak, kanalni kuzatib boramiz. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha barchaga omad. Hozir bizda mana qo'limizdan kelgancha mana hozir bismillah mana bir qator tanishib chiqdik yuklarimiz bilan. Bu yerda Weaverimiz juda ko'p, tovarimiz juda ko'p. Bu yerda rasmga olinadigan mana bunaqa har xil dvoykalar, har xil tovarimiz ko'p. Lekin bizga hozir hozir yaxshi ketib turganlarini birma-bir ko'rsatdik va bu modellarimizni ham bir qator ko'rsatdik. Bular ham juda chiroyli, hozirgi mavsumga ketib turgan tovarlarimiz. Xudo xolasa, kanalni kuzatib borasizlar va shunaqa chiroyli mahsulotlarni ko'rish uchun kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar va biz aytib qo'yamiz, ishlab chiqarishimiz birinchi qo'l biz. O'sha hisobiga narxlarimiz arzon.